Ağa beka geçmadan ishab o'tirsa-a? Muhammed ukam shashligingni yeb o'tiribman-ku. Nechik ekan ta'mi? Super uka. Ajoyibmi? Ertang 25-may. Bitiruv kechalari bo'ladi. Bayram atadilar, kimdir uyda atadi, boshqa atadi. So'ngra Qur'on ayt. Ava. Arafa. Bu misning o'kizdan bo'lgan, 100%. go'shtdan, ijjondan. Hazrati bir oila davrasida yeyman deganlar uchun aksiya qilib beradi. Xudo xolasa. Shuncha ertang shu bayram munosabati bilan 3 kilo shashlikjon olsa, 1 kilo shashlikjon qo'shib beramiz, og'a, xudo xolasa. Shu o'zimiz mahsulotdan bizlarni biladilar-ku. Bozorda go'sht nimalardan-necha go'sht do'konida go'sht sotamiz. Ya'ni bemalol xarid qilaveradilar. O'sha shashlikjondan bor. Ortiqcha maqtab o'tirmoq shart emas. Muhammad ukamni biladilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Kuzatuvchilarimiz. Obunachilarimiz aytmoqchi adresni tushuntirib beradi. Biz nedamiz? Biz xudo xolasa shu Rayhon bozor Katenin arkasida. Qarang obunachilar, adresini yaxshilab tushuntiraman. Rayhon bozorining ko'chasi bilan yurib kelishimizda Перекрестка bor. Davr tort. Davr tortni yonboshi. Davr tortni ko'pchilik biladi. Agar bilmaydigan bo'lsangiz, kommentariyada shu yerda lokatsiya qo'yaman. Ustiga bossangiz to'g'ri olib keladi uka. O'sha shashlikjon bo'ladi, to'g'rimi? Ava. Appetitni qidiqlab berdik, ovga ishdan kecham. Gittik ichonda nov yangiliklarimiz bor. Tanishtirib bering uka. Xudo xolasa bizda yangilik ko'p. Bunda gömma berak ijjonlarimiz, bunda shashlik ijjonlarimiz. Xudo xolasa bularga aksiya ko'p berjakman endi ochilish munosabati bilan. Xudo xolasa 3 kilo xarid qilsa 1 kilo qo'shib beraman, og'a beka. 3+1. Ava 3+1 endi boshlanishini xudo xolasa Shaharda hamma narxini biladi. Shashlikjonni o'rtacha yaxshisi. Endi o'zimiz Messi go'shtdan bo'lganlar 100 ming so'm bo'lib turibdi o'rtacha uka. Endi 3+1 aytdim deb 110 ming so'mga chiqarmaysanmi? Yo'q. Mana endi o'zi xudo nima desam, asl narxi bizlar 100 ming so'mdan tushib turibdi. Xudo xolasa ertaga bayram munosabati bilan buni 90 ming so'mga qo'yib beraman, og'a beka. Bir kunmi? Ava. Shu bir kun emas, 2 kun qo'ysak nagurtga bo'ladimi? 2 kun qo'ysak. Izimdan keyin bir reklamani asirtirib bir qo'ysak 2 kun. YouTubechilar uchun bo'ladi. Sal kechroq go'kkan bo'shlar ham mumkin. Shu 26-sidan ham qo'ysak, ehtiyoji Qur'on aytdan keladilar-da. Ava, xudo xolasa qo'yib beramiz. Shunda bugun bugun. Ertang so'ng kun ham. Ertang 25-26 kun aksiya qo'yib beramiz seni. Tushunarli. 25 va 26-may kunlari bo'lib o'tadi. 3 kilo olasiz, 1 kilo bonus. Narxi? Narxi 90 ming so'mdan. 90 dan? Ava, o'zi 100 ming so'mdan tushib tursa 90 ming so'mdan qo'yib beramiz endi. Gumma baraklikdan shashlikjondan. Ava. Lekin uka shashlikjonga gap yo'q. Addush. Ajoyib og'a. Hali me'yorni bor pishmaydi, lekin yeb ko'rdim. Marinovkasi ham, duzini, pripravlar ham chotki. Maqtab demanglar lekin, obunachilar.